Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan bugun mana ikki xil ma'lumot bilan gaplashamiz. Birinchisi, mana sun'iy urug'lantirishdan tug'ilgan buzog'imiz. Kechqurun shu kechki soat 11larmida aka? 11. Kechki soat 11larda o'zimga o'xshagan 3 ta odam baravar tug'dirib oldik. Endi bolani ko'rib turibsizlar. Bolani taroziga ham qo'yib ko'rganmiz. 55 kilo oshiq chiqdi bola. O'sha shvedskiy parodadan qo'yilgan. Mana onasini ko'ryapsizlar. Onasi sal kichikroq mol. Kichikroq bo'lganiga qaramasdan u sun'iy urug' qo'yib ko'rgandik. Onasidan sal kattaroq xolos mana bolasi ko'rib turibsizlar. Tuqqandan keyin mana kechqurun soat 11 da tuqqan bo'lsa, mol o'rnidan turmadi hozirgacha. Endi buni o'rnidan turmay tuqqandan keyin o'rnidan turmay qolishdi. Xalq orasida buni ko'taram deydi. Parez deydi, gipokalsemiya deydi, kalsiy yetishmovchiligi. Sigirlarda ko'proq vitamin, mineral, kalsiy yetishmovchiligi natijasida o'sha tuqqandan keyin o'rnidan turmay qolishi, harakat qilaveradi, o'rnidan tura olmaydi, oyoqlari zirqiraydi, suyaklari zirqiraydi, shunaqa kasalliklar bor. Buni oldini olish uchun tug'ishga 1-2 oy qolgan vaqtda ozuqasiga qo'shib beradigan vitaminlar bor, mineral moddalar bor. Pauza. Tug'ishiga shu 1-2 oy vaqt qolganda beriladigan ozuqasiga qo'shib beradigan qo'shimchalar bor. Homilador bo'lgandan keyin, homilador bo'lsa ham, bo'lmasa ham beriladigan ozuqalar bor. Shu ozuqalar hayvonni ratsioniga qo'shib berilsa, bunday holatlar uchramaydi. Bu ozuqalarni sizlarga ma'lumotini, rasmlarini YouTube'ga joylab boramiz. Endi bunga qilinib turgan lecheniyamiz, endi gipokalsemiya, kalsiy yetishmovchiligi bo'lgandan keyin unga birinchi quyiladigan dorimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan kalsiy bor glyukonat. Bundan foydalansalaringiz bo'ladi. YouTube'ga ertangi videosini qo'yamiz demaymiz. Shu obeddan keyingi videosini qo'yamiz. Obeddan keyin mol o'rnidan turadi, o'z holatiga keladi. Mol hozir shokka tushib qolgan. Nima qilib turganini bilmaydi. O'shalarni oldini olish uchun B guruh vitaminlardan foydalandik. O'sha qo'shimcha quvvat bo'ladigan kapelnitsalardan foydalandik. Yana kimga qanaqa ma'lumot bo'lsa nomerni qo'yamiz. Sharoitiga qarab maslahat qilaveramiz. Bunga yana qo'shimcha sifatida natriy brom degan parashogimiz bor. Nimagaki mol shokda, hali og'zlarini ochadi, kallasini qiyshaytiradi. Yonga qo'yib oladi. O'zi nima xarakter qilib turganini o'zi bilmay qoladi. Shunga yana qo'shimcha sifatida natriy brom degan parashogimiz bor. Shundan foydalanamiz. O'zgarishini o'sha videoni oxirida sizlarga o'rnidan turgan holatini, sog'aygan holatini sizlarga qo'yib beramiz. O'zlaring ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Endi foydalanadigan dorimiz bu dorining reklamasi emas. Biz bundan foydalanib buni natijasini ko'rganimiz uchun foydalanamiz bundan. Buni boshqacha usullari ham bor. Imminni shu dori emas. Boshqacha dorilardan ham foydalansa bo'ladi. Uni endi o'sha hududlarda veterinariya aptekalarida yoki o'sha odamlarning aptekasida bo'ladigan dorilarga qarab retsept tuzilaveradi. Imminni shu doridan topib bo'lmaydigan joylar bor-da. Shunga qarab retsept tuzib beraveramiz. Nomerni qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa natijasi yaxshi bo'ladi. Endi bolasini mana, bolasini ko'ring. Sun'iy urug'dan o'zimiz qo'yganmiz. Mana egasidan so'rashingiz mumkin mana. Jamshid yonda o'zi qo'ygan urug'di. Shvedskiy paroda qo'yganmiz. O'zi shved qirg'iz mol bo'lgani uchun o'zini zotiga yaqin qilib qo'yganmiz. Endi sal kichikroq urug' kichikroq bola tug'adi deb qo'yuvdik. Endi bilmadik 55 kilo bo'lib tushdi bolasi. Endi onasi o'rnidan tursa, endi bolasi mana hozir enasi narxiga teng bo'lib qoladi shu bilan. Sun'iy urug'lantirish bo'yicha xizmat bo'lsa ham, o'zi xizmati, qo'yinki veterinariyaga oid hamma xizmatlar bo'lsa, biz xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa inshaalloh ishlarni bitirib beramiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'linglar. Like bosinglar. Bizni qolgan videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham yangiliklar, bundan ham yangi ma'lumotlar chiqarishga harakat qilamiz sizlarga.